Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Biz bugun hikoyani boshlashimizdan avval keling kanalga pastga bosib ketamiz. Unda bo'lsa hikoyani boshladik. Hikoya nomi Uy siri deb nomlanadi. Shahar chetidagi eski uy haqida hamma bir xil fikrda edi. U yerda hech kim uzoq yashab qolmasdi. Lekin Karimovlar oilasi bunga ishonmadi. Uy arzon, katta, tashqi tomondan yashash uchun qulay edi. Shuning uchun ular bu uyga ko'chib kelishdi. Birinchi kunning o'zidayoq g'alati holatlar sezila boshladi. Uy ichiga kirgan zahoti havoda og'irlik bor edi. Oddiy uyda bo'lish kerak bo'lgan iliqlik yo'q edi. Bu yer sovuq, jim va tirikdek edi. Go'yo uy ularni kuzatib turgandek. Kechasi birinchi tovushlar eshitildi. Pastda kimdir sekin yurayotgandek yog'och bollarni g'ijirlatardi. Rustam aka pastga tushdi. Lekin hech kim yo'q edi. Faqat oshxona eshigi ochiq turardi va ichkaridan sovuq sham qaynayotgandek edi. Keyingi kunlarda uy o'zini yanada g'alati tuta boshladi. Bolalar kechasi uyg'onib, devor ichidan shivirlashlar kelayotganini aytishardi. Malika opa ko'z uyga qaraganda o'rtada qora soya ko'rina boshladi. Lekin o'girilib qaraganda hech narsa yo'q edi. Bir kuni Aziza devorda eski yozuvlarga o'xshash belgilarni topdi. Ular oddiy chiziqlar emasdi. Ular go'yo kimdir og'riq bilan yozib qoldirgandek edi. Uy ichidagi muhit tobora og'irlashardi. Rustam aka qo'shnilardan uy haqida so'raganda ular uzoq jim qolishdi. Keyin biri sekin dedi: "Bu uyda ilgari yashagan ayol juda qorong'u ishlar bilan shug'ullangan. U yerda nafaqat noqonuniy, balki dahshatli tajribalar ham o'tkazgan." Shundan keyin voqealar kuchaydi. Eshiklar o'z-o'zidan qarsillab yopiladi. Chiroqlar o'chib yonadi. Bolalar yig'isiga o'xshagan ovozlar uy ichida tarqalardi. Eng qo'rqinchlisi, bu ovozlar endi faqat pastdan emas, devorlarning ichidan ham kelayotgandek edi. Bir kecha soat 3larda butun soyalar paydo bo'la boshladi. Ular odam shakliga kirar, lekin yuzi yo'q edi. Birdan uy ichida past, sovuq ovoz eshitildi: "Siz bu yerga kirib xato qildingiz." Ovoz hech kim ko'rinmasdi, lekin hamma uni aniq eshitardi. Oila chiqib ketmoqchi bo'ldi, lekin eshik ochilmadi. Derazalar ham yopiq. Endi go'yo uy tashqarida butunlay unutgan edi. Rustam aka devorga urila boshladi, lekin devor go'yo yumshoq emas, tirik narsadek javob qaytarardi. Malika opa bolalarni quchoqlab yig'lardi. Uy ichida havo tobora sovib borardi. Nafas olish qiyinlashdi. Go'yo kimdir nafasini ichkaridan tortib olayotgandek edi. Shu payt devorda yana yozuv paydo bo'ldi: "Bu uy sizni qabul qildi." Yozuv asta-sekin qonga o'xshash qoramtir rangga kirdi. Rustam aka oxirgi marta derazaga qaradi. Tashqarida qishloq oddiy edi. Odamlar yurardi, ammo ularning hech biri uyga yaqinlashmadi. Go'yo uni ko'rmasdi ham. Soat 03:33da uy ichida hamma chiroqlar birdan o'chdi. Qorong'ulik to'liq bosdi. Shu qorong'ulik ichida qadam tovushlar yaqinlashardi, lekin bu safar bir emas, ko'p edi. Oxirgi eshitilgan narsa bolalarning ovozi edi. Keyin hammasi jim bo'lib qoldi. Ertasi kun qo'shnilar uyga yaqinlashishdi. Eshik ochiq edi. Uy ichida hech kim yo'q edi. Faqat bolalarning o'yinchoqlari yerda sochilib yotardi. Devorlarda esa yangi yozuv paydo bo'lgan edi. Ular endi bu uy ichida emas,
ular bu o'yinning bir qismiga